aka? Bo'ladi. Rossiyaga bormagansiz? Yo'q, bormaganman. Endi hozir katta ob'yomga chiqyapmiz. Yil yakuniga qancha inshaalloh Xudo sababini qilamiz. Plan qanaqa aka? Nechta oborot qilish, nechta narsa sotish? Shu 1 million dollarda. Xo'sh. Hozir bitta katta fabrikalar bilan Xudo xolasa birlashib ishlashyapti. 1000 dan oshiq aka, adashmasam, 1000 dan oshiq fabrika. Aka o'zlari bosh-qosh bo'lib, aka o'zi intiluvchan odamlar, qayerda bo'lsa mahkam ushlaydigan odamlar, 1,5 yil ichida ham nima bo'lsa ham aka aloqaga chiqib, majolat qilmanglar. Bitta ikkita xatolari bor ekan, ko'rib Xudo xolasa qilib beryapmiz inshaalloh qo'ldan kelganicha. O'rtoqlar Valbirisda O'zbekistonda turibman. Bemalol tekstilchilar ko'p, bemalol olib chiqib savdoni amalga oshirsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, aka va'da. Yil yakunida ham aka bilan intervyu olamiz. 1 million dollar dedilar. Men duo qilib qolamiz aka, ishlaringizga omad. Xudo xolasa aka. Rahmatli katta. Yil yakunida ko'rishguncha.